Assalomu alaykum barchaga xayrli kun. Hurmatli ishimizni kuzatib borayotgan qadrdonlar. Navbatdagi ishimiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Kaleninga o'rnatib berdik. 1.5 li oldi o'choqli pechkamiz. İşimizni sifatiga bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Biz uchun sifat doim muhim. G'ishtlarimizni shoflariga imkon qadar qo'ldan kelgancha bir xil holatda uyda egasi mamnun bo'ladigan darajada o'rnatib berdik. O'tlarni yoqib, sinovlardan o'tkazib qo'ydik. Pechkani tepa qismlariga chiroyli vid bo'lish uchun g'ishtni teshiklari ko'rinmasligiga tunuka list qo'yiladi. Bu joyiga kichkina yugutka zajgalkalarga toshcha qilib qo'yganmiz. Pechkamizni ham tag qismlariga chiroyli turadi, ham g'isht teshiklarini bekitadi. Tunuka listdan qo'yilgan. Yonlari 1 sm bukib qo'yilgan. O'tin ko'mir yoqqanda g'ishtni burchagini sindirib qo'ymasligiga. O'tlarni yoqib, sinovdan o'tkazib berdik. Pechkamizning orqa ko'rinishi mana shu holatda bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab barcha mahsulotlar ichida olib borib o'rnatib beramiz. Agar olib qo'ygan bo'lsanglar, xizmatini ham qilib bera olamiz.